qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishingizni qisman qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti, O'rqozoq tashkiloti bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari komissarining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida doklad e'lon qilishni talab qilib, 26-iyul seshanba kuni tushdan burun soat 10 dan soat 12gacha Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh shtabi oldida namoyish o'tkazishni o'rinlashtirdi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer Efendining chaqiriqini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarniki har vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi so'zlab qilishimning sababi hammanglarga ma'lum bo'lgandek 72 yilning yozi davlatimiz Sharq Turkiston Xitoyning ishg'ol ostida va 8 yildan buyon Xitoy Sharq Turkistonda rasmiy irqiy qirg'inchilik siyosatini elib necha million xalqimizni qirib va necha million xalqimizni kamplarga, turmalarga va lagerlarga silib qo'ydi. Buningga xalqarodagi ba'zi davlatlar qarshi turgan bo'lsa-mu, ig'zoki qarshi turgan bo'lsa-mu, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sukut turib qoldi 8 yilning yozi. Va yaqinda BDT Sharq Turkistonga ziyorat qildi. Ve ziyaret qilib bo'lgandan keyin bu doklad chiqaramiz deb boshqa davlatlarning bismi bilan va xalqarodagi nurg'un tashkilotlarning bismi bilan doklad chiqarishga ma'qul bo'lgan edi. Lekin ilishkini xabarlarga nisbatan Xitoy bu dokladni to'sash uchun BDT'da nurg'un davlatlarga bu dokladni to'sash uchun so'zlashyapti va bazılarını tehdit qilayotgan ishlari bor, bazılarını onu bunu va'da qilib qilayotgan ishlar bor. Shuning qarta biz eng az deganda Sharq Turkiston xalqininki ifodani bildirish bilan namoyish qilishni to'g'ri ko'rdik. Chunki boshqa qo'limizdan boshqa bir cho'ng bir ish kelib ketmaydiganligini bilib, eng az deganda shu dokladni chiqaradigan davlatlarni ularga moslashib BDT'ni bu dokladni tizdan chiqarishini va o'ziniki ehtinomiga bo'ysunib Xitoyniki Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishini va harakat qilishini chaqiriq qilamiz qarindoshlar. Shuning uchun hammanglarni bo'lib shu New York, New Jersey, Washington DC, Maryland, Virginia atrofidagi qarindoshlarni ve Toronto'dan kilerleydiğalı bolsa, şu qarindoshlarni aldığımızdaki seshanba kuni Tuesday 7. ayının 26'sida saat attigan 10'dan tushdan keyin saat 12gacha biz bilan birlikda namoyish qilishinglarni chaqiriq qilamiz qarindoshlar. Aziz qarindoshlar, buni netto'jani yozi takrorlayapman va yana takrorlayman. Biz o'zimizga ega chiqmaguncha boshqalar bizga ega chiqmaydi qarindoshlar. Biz o'zimizning masalamizga ko'ngil bilmasak, boshqasi kelib bizning masalamizga ko'ngil bilib ketmaydi aziz qarindoshlar. Biz o'zimizning majburiyatimizni ado qilishimiz kerak. İnsanlık majburiyatimizni, Sharq Turkistonlik majburiyatimizni aşağıdaki qirilayotgan, izlayotgan turmalarda, kamplarda işkence ko'rayotgan qarindoshlarımızga, ata-onalarımızga, urug' tuqqanlarimizga, do'st birodarlarimizga, kelgusidagi millatimizga ega chiqishimiz kerak aziz qarindoshlar. Vaqt chiqarib, bir kun vaqtimizni chiqarib bu namoyishga cho'qim qatnashaylik aziz qarindoshlar. Top o'ynashga bir necha kun vaqt chiqara olgan bir millat bo'lgandan keyin biz o'zimizningki millatimizning qirilib ketishini to'xtatish uchun harakat qilish uchun, eng oddiy bir namoyish qilish uchun bir kun bo'lsa-mu vaqtimizni chiqarib chiqaylik. BDT'ning oldida shu davlat, shu g'arbdagi Amerika, Yevropa davlatlari buni xeli kuchayotdi, buni dokladni chiqaramiz deb. Bizmi moslashaylik. Biz o'zimizga ko'ngil bilmasak, boshqasi bizga ko'ngil bilmaydi aziz qarindoshlar. Bir o'zimiz azroq bo'lsin, qizirsin aziz qarindoshlar. Mana ko'rdik, Xi Jinping yaqinda bordi Sharq Turkistonga 8 yilning yozi qilayotgan
ırkıy qırgınçılık siyasını küzütüp, kıygan neticelerini körep, yana devam kılımız dep jakalıdız kırındaşlar. Meyli biz sükut kılıp, yani astık çirip alsak mı, Xitay siyasetidin yanmaydız kırındaşlar. Bizni tüptün kırıp, yuqtup etkiçe, toxtamaydız kırındaşlar. Biz yani astık çirip, iş narsa kılmasak mı, Xitay yumuşak bulamıken dep xiyal kılıp ot alsak mı, Xitay yumuşaklık kılmaydı o. Çünkü o degen düşman, onunki bir niyeti var, bir maksatı var, bir nişanı var. Ve o nişan yetkikçe toxtatmaydı. Yani Xitay'nın nişanı ışık. Tüm Şarkı Türkistan'ın tamamen Xitay'nınki mengülük bir parça kılıverişi ve Uygur ve başka Türkiye halklarını, Kazaklarını, Kırgızlarını, Özbeklarını, Xitay bolmagan her kandak milletini tüptün yo'qotib etiş. Biz karşılık kılışımız gerek. Kolumuzdan kelgen karşılıklı kılışımız gerek. Ve azırça kolumuzdan kilediğine şu namayış kılış gerek. Avazımızı halkarağa bildirişken. Bunu mu kılanmasak bizge lanet okuydu kırındaşlar. Bu dünyada mı lanet kalımız, öbürkü dünyada mı lanet kalımız kırındaşlar. Bir biz canımızı yüzümüz kızırsınız kırındaşlar. Siyasi ilki şahsi parasılıkni ubuni kayırıp koyalıyız kırındaşlar. Hazır milletimiz tüptün kırılıp yukulap ketişinin girdabı da aslında biz yok nasin talışıp oturuş. Milletimizge, devletimizge, davamızga hainlikten başka narsa emasız kırındaşlar. Şunun için az bolsa bir kuni vaqtinglarni chiqarib, mush namoyish qatnashinglar, BDT'nin aldığında namoyish qilamiz. Mushu Washington DC, Virginia, Maryland atrofdagi qarindoshlar ketilg'isi bo'lsa, ketilimiz deb bizga uchur qilinglar. Biz bir avtobusdek narsani kiralab aşağı baramiz. En az deganda bu vazifamizni ado qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xalqaro bizga mushu dokladni chiqarman deb nurg'un kuch chiqarayotgan davlatlar en az deganda buni ko'misa bizdan umid yo'qken bu millatdan deb tamamen voz kechidi. O chaqda biz tamamen qirilib ketishninki yo'lini tamamen ochgan bo'lamiz qarindoshlar. Ish gap qilg'im yo'q. Chiqib qilib baqdim, boshqa tashkilotlar biznes qilarmikin deb jim o'tirib baqdim. Ne çıkın. Ama afsus başka teşkilatların bir çıkargan nimisi yok. Yani şu meninki bunun sözleşmeye mecbur oldu. Aziz qarindoshlar, Allah hemmimizge akıl, bilim, ilim, farasat basın. Hemmimizge vatan söygüsü, millet söygüsü ata kılsın. Hemmimizge cesaret ata kılsın. Düşmanını tunuştursun. Çünkü hazır kadar bazı qarindoshlarimiz hakikaten düşmanını tunayanmaptı. Xitay'nınki bizni qirib ketishini o'ylayanmaptı. Xitay 100 yılning yazı bizni qirib yo'qtiman deb bu yo'l xaritini sizib keldi ve icra qilyotdi. Bunda ketiversa 10-15 yildan keyin biz tamamen yo'qlaymiz qarindoshlar. Shuning uchun majburiyatimizni ado qilaylik. Devlet atlab top oynay olsak az bo'lsa-mu shahar atlab bir namoyish qilishga chiqa olamiz qarindoshlar. Ma videoni taqib qo'yinglar. Sal jiddiyroq bo'ldi. Uzun vaqt bo'lmadi. Kelar raptim shu uzun vaqt qolmadi. Kelar raptik chorshanba kuni soat 10 atgan 10 dan soat 12gacha BDT'ning oldida bu namoyishni qilamiz. Virginia, Maryland, Washington DC'deki atrofdagi qarindoshlar qatnash bo'lsa bizga aloqa qilsin. Biz şu dushanba kuni kechda şu avtobus bilan o'sha nimaga New Yorkka yo'lga chiqamiz. Alloh hammamizga hidoyat qilsin, birlik barobar ato qilsin, shaxsiyatchilikni, ubuni qayirsin, bizga kuch qudrat ato qilsin, jasorat ato qilsin va bilib bilmay davomizga, millatimizga, xalqimizga xoinlik qilishdan, sotqinlik qilishdan ve munofiqlik qilishdan saqlasin. Amin. Assalomu alaykum. Xitayning Sharqi Turkistonni besib olganligi, Sharqi Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligi dunyoga anglitildi.
Hatto G'arbdagi Amerika boshliq ba'zi davlatlar va parlamentlar bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi va Xitoyga jazo yurgizdi. Türk Cumhuriyetlari, Türk qarindoshlarimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan davlat ekanligini, Xitoy Sharq Turkistonni besib olgandan keyin Sharq Turkiston xalqiga mustamlika, irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligini dunyo siyosiy yo'llaridan, dunyo xalqidan alla-burilla biladi. Hatto Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligida Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilikdan boshqa narsa emas degan. Bugungi kunda Xitoy Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni avjiga chiqarib, Sharq Turkistondagi turk xalqi yo'qolishga qarab yuz tutganda Alloh rizosi uchun mazlumning, mag'durning yanida biz degan Erdo'g'an hukumati Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblay olmadi. Zulmni anglatmoqchi bo'lgan Uyg'ur mo'ysbitlari Sharq Turkiston bayrog'ini ko'targanligi uchun turk soqchilarining qarshilik qilishi natijasida chiqqan talash tortishda qosh qapoqlari yaralandi. Turkiyada chiqadigan serbestiyat xabarlari 23-iyul kuni Erdo'g'anga ovozini anglatmoqchi bo'lgan Uyg'urlarga soqchilar to'sqinlik qildi. Sharq Turkiston bayrog'i sababidan to'qinish yuz berdi degan temada e'lon qilgan xabarda Türkiye'de yaşaydigan Uyg'urlar 2016-yildan boshlab mamlakatdagi tuqqanlari bilan aloqa qilisha olmagan bo'lib, Prezident Recep Tayyip Erdo'g'an juma namozini o'qimoqchi bo'lgan Ayib Sultan masjidining atrofiga yig'ilib, Prezidentning oilasidagilar bilan jam bo'lishiga yordam qilishini talab qilmoqchi bo'lishdi. Erdo'g'an kelishdan burun Sharq Turkiston bayrog'ining ochilishi sababidan soqchilar bilan Uyg'ur jamoati o'rtasida talash tortish yuz berdi. Soqchilar Sharq Turkiston bayrog'ini tutgan Uyg'urlardan bayroqni tushirishni talab qildi. Soqchilar bilan tirkishish jarayonida bayroqni tushirishni xohlamagan 81 yoshlik Mahmud To'xta Imin yerga yiqilib qapiqqa yerildi. Mahmud To'xta Imin serbestiyat xabarining muxbiriga "Mening Sharq Turkistonda yashaydigan 5 bolam, 15 nevralarim bor va ularning ko'rishimga nasib bo'lmagan bolalari bor. Men ularning hech qaysisi bilan 2016-yildan boshlab aloqa qila olmadim. Ovozini anglay olmadim. Biz prezidentimizning yeniga berib ovozimizni anglatmoqchi va bizga yordam qilishini o'tinmoqchi bo'ldik. Soqchilar Sharq Turkistonning bayrog'ining ko'tarilishiga ruxsat qilmadi. Talash tortishda yerga yiqildim. Qo'lim bek og'irdi. Barmoqim sunib ketdimi bilmayman. Qapiqim yerildi. Men 31 yildan beri Turkiyada yashayotgan Turkiya fuqarosi. Bizni masjidga kirgizmadi. Bular yashanmasligi kerak edi dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga Twitter hisobidan inkas qaytarib, Türk soqchilari 81 yoshlik Uyg'ur mo'ysbitining Prezident Recep Tayyip Erdo'g'an juma namozini qilmoqchi bo'lgan Istanbuldagi Ayib Sultan masjidida Sharq Turkiston bayrog'ini ko'tarishiga to'sqinlik qildi. Qarindoshlaridan yuz o'rgan Turkiyaga ahonat, numus dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobidan Turkiyaning kechirim so'rashini talab qilib, Turkiyada Sharq Turkistonga yordam qilishni orzu qilgan Uyg'ur mo'ysbitimiz turk soqchisi tarafidan zarbaga uchirdi. Bu Sharq Turkiston va uning xalqiga qilingan haqoratdir. Turkiyaning darhol kechirim so'rashini talab qilamiz. Hammamiz Uyg'ur dedi. Bizdimi, turk xalqidimi boshqalarga qilgan o'ziga qaytadi degan ma'noni bildiradigan bir necha maqol tamsil bor. Biz uchirgan zulmning zarrasigami qarindoshlarimizning uchrashini xohlamaymiz. Agar zolim Xitoy bilan davomli hamkorlik o'rnatilsa, zulmga qarshi turib yetarli tadbir almasa, Xitoy bo'lmagan har qanday irqni Xitoy qilishga urinadigan tajovuzchi zolim Xitoyning zulmi tarixiy dushmani bo'lgan turklarga yetmay qolmaydi. İnsanning mustaqil vatani bo'lganda uning erkinligi, rohati va huquqiy kafolatga ega bo'ladi. Sulaymon Nazifning deganidek, vatan saqliqqa o'xshaydi. Uning qadri uningdan ayrilib qolganda bilinadi. Hazrat Ali roziyallohu anhu shaxsiy manfaatingizga ziyon yetkazgan bir insonni kechirishga bo'ladi, ammo vataningizga, millatingizga ziyon yetkazgan insonni kechirishga bo'lmaydi degan. Vatanimizga tajovuz qilib, xalqimizga ziyonkashlik qilgan dushmandan o'rlik talab qilish sharafsizlik, pastlik. Her tirishchanlikni ko'rsatib, jon tikib dushmanga qarshi atlanmoq, intiqom olmoq bizga allaqachon farz bo'lib bo'lgan. Canimiz, dinimizla bo'ladigan bu farzni ado qilmay o'lish o'xshi yo'q bir numus. Yana birga buning hisobini oxiratda qandoq berish masalasi bor. Bu masala texmi ching masala. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.